Bitta joyga kelsangiz salom berishingiz kerak. Agar tilda qiynalsangiz, qo'lingiz bilan ko'rsating. Salom. Gapir. Boshida nimadir bor bunday egilib qolgan-ku. Yo o'zi odam mana o'sha o'smirlik paytidan keyin shunaqa bo'ldi. Odatda sinish, nimalarga ish qilmagan. Yoshligida yaxshi edi, 5-6 yoshgacha. Govdangizni ko'taring, jonim ko'taring. Ko'taring, tekis o'tiring, to'g'ri o'tiring, tekis, to'g'ri o'tiring. Suyanmangizni, govdangizni ko'taring, boshingizni tik tuting. Ko'taring, yana. Og'riyaptimi biror joyingiz? Boshingizni ko'tarsangiz og'riyaptimi? Tetiklashtirish uchun dorilar faqat uxlatadi. Buni sport kerak, bunga aktiv hayot kerak, faol bunga kerak, rejim bo'lish kerak bunda. Bu hamma yozgan dorilar, bu psixotrop dorilar, tinchlantiruvchi, uxlatuvchi dorilar. Boshingizni ko'tarib o'tiring. Ko'taring boshingizni. Aqliyam yetadimi? Ko'tarmaydi. Ko'pchilik gapirmay qo'yadi, boshi ko'taradi. Men baqirib ko'tardim. Ha, unda o'sha turishidan odamlar cho'ta ne to deydi-da keyin. Chunki ruhan, aqlan sog'lom bola bundaqa yurmaydi-da. U begona bilan so'rashmaydi, salomlashmaydi begona bilan. Nega salom bermaysiz? Pul beraylikmi salom berishingiz uchun? Assalomu alaykum opajon gapir. Gapiradi, uyda sizga gapiradimi? Sekin gapiradi. Fikri qanaqa? Opa, bunday детский emasmi fikri? Bolacha emasmi? Meni o'zim qanday sal bor shunaqa. Yana ko'taring boshingizni. Turing testni boshlaymiz.